O'zbekistonni ko'chalarini ham, avtomobil bozorlarini ham deyarli 10%, 15%gacha elektromobillar egallab bo'ldi. Shu qatorida jamiyatda bir bo'lagi hisobida o'zimni oilamni ham aytishim mumkin, 50% уже elektromobil bo'ldi. Ya'ni ukam elektromobilda, men hali ham shu ichki yonilg'i dvigatellarni fanati sifatida qoldim. Ya'ni o'zi bilasizlar, elektromobilni xush ko'rmayman. Xullas, bugungi obzorimizda elektromobil BYD chempion to'g'risida, ya'ni 2026-yilga BYD elektromobillaridan chempionini sotib olib haydasa bo'ladimi yo'qmi, o'shani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda o'sha ukam olgan BYD chempion 2024-yil olingan edi. Mana уже 1 yil bo'ldi xarid qilinganiga. Probegiga keladigan bo'lsak, 35,000 kilometr yurdi. Hech qatida hech qanaqa defekt bo'lgani yo'q, mashina buzilgani yo'q. Salondan qanaqa chiqqan bo'lsa, shunaqa yuribdi. Faqatgina balon almashtirildi, o'sha moya almashtirildi. Oldida reduktori bo'ladi, o'sha reduktori moya almashtirilgan. Qolgan hamma narsasi o'zini radnoy holatida turibdi. Shu mashinani hozir sizlarga 2026-yilda OLXdan yoki bozordan mana shunaqa sostenada BYD chempion olib haydasa bo'ladimi yo'qmi, o'shani ko'rib chiqamiz. Hozir sizlar bilan uydagi kichkina ofisimga kelib oldik. Bu yerda onlayn chempionlar qanaqa sotilayotganini ko'ramiz. OLXga kiramiz. OLXdan turib hozir hammasini bitta ko'rib chiqamiz. Demak, mana OLXga kirib oldik. Bu yoqqa so'ng plus chempion yozamiz. Yilini 23-24 qilamiz. U yerda ko'ramiz, ya'ni dollarda ko'ramiz. Ketdi, mana boshlanishiga 23-yildagi 54 kilometr yurganini ko'rsatyapti. 21.900. Mana oq ekan, yo'q, bu chempion emas ekan, so'ng plus ekan. Bu hozir bizga chempion kerak. Mana bitta chempion chiqdi. Bu 21.777 dollar ko'rsatyapti. 23-yil ekan. Probegi 63,000 kilometr yurgan ekan. Bu sal 1 yil oldingi, keyin ko'p ham yurgan ekan. Shuning uchun 21.777 dollar so'rashyapti. Hozir bizga yaqinrog'ini topamiz. Mana 24-yil 20,000 yurgani bor ekan. Bizanikidan 15,000 kam yurgan. Bozorda ekan, mana Sergeli bozorda turibdi. Buni narxi 26,300 so'rashayotgan ekan. Bozorga chiqqan mashina bu. Hali ham OLXda turibdi. 26,300 deyotgan ekan buni. Sal qimmatroq bu. Xo'p, mana keyingisi 24-yil ekan mana. Bu уже qancha ekan? O'tkir. Buxoroda ekan bu. Buxoroda ekan, 24,500 so'rashayotgan ekan. 2024 ekan. Xo'p, tanilari 24-yil, mana 35,000 bizlar bilan barobar ekan. 24-yil olingan, rangi ham oq. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 35,000 kilometr yurgan ekan. 24,500 so'rashyapti buni. Bu ham bozorda. Xo'p, bozorlarni bersam ekani. Keyingisiga kiramiz. Mana. Xo'p, 27,500, 24-yil 12,000 yurgan, bu deyarli yangi ekan.
mana 33.500 kilometr yurgan, 25.500 so'rashyapti, 24 yili. Bu ham halol toza deb yozib qo'yishibdi. Yunusobodda ekan, bizga yaqin joyda ekan. Bozorda emas, lekin bu OLX o'ziga qo'yib qo'yilgan, 25.500 so'rashayotgan ekan. Mana narxlarni ham ko'rdik. Taxminan уже narxlarni ham bilasizlar. Nobog'da agar hozir olmoqchi bo'lsanglar, 2025 da olmoqchi bo'lsanglar, shunaqa narx. Mana 25 mingga ham bor, mana 22 mingga ham bor ekan. Bu 23. 23larini shu 22, 23, 21larga ham olsa bo'lar ekan. Yani 21 ga 2023lari turibdi mana. 21.800. Mana qorasi bor ekan, bu 24 ekan. 0 probek deyapti. Endi bu 33 ming. Yangi deyotgan ekan. Endi 33 mingga ham sal qiyinroq sotilishi yo'q. Xullas, onlayn ko'rdinglar bozorni. Baribir o'sha taxminan 23-24 larni mo'ljallayverasizlar. Endi bu yerda 25-26 chiqyapti-yu. OLXga baribir onlayn bozorga baribir 1000 so'm, $500 ustiga qo'yiladi. Sababi telefon qilgan odam baribir sudalashadi. Sudalashganda yerga tushishini, ya'ni narx tushishini hisobini olib, sal qimmatroq qo'yiladi o'zi OLXda ham. Shuning uchun bu yerda sal qimmatroq narxli. Po faktu o'z bozorga tushsanglar 23 larga olib chiqsanglar bo'ladi. Chempionni hozir mana shu 25-30 ming atrofida yurganlarini. Keyin elektromobillarni bilasizlar, bitta aldoqchi tarafi bor. Zavod tarafdan berilgan, misol uchun bu mashinamizda 605 kilometr zapas xod berilgan, ya'ni 100% zaryadga to'ldirganingizda 605 kilometr yurib berish kerak. Aldoqchi tarafi shuki 605 yurolmaydi, даже 550 ham yurolmaydi. Sababi o'zim tekshirdim, ko'pchilik ham biladi, elektromobil haydab yurganlar biladi. Misol uchun 400 yuradigani 100 kam yuradi, 500 yuradigani u ham 100 kam yuradi. 100 taga chopfor ursanglar bo'ladi. Misol uchun agar mashina olgan bo'lsanglar, elektromobil olgan bo'lsanglar, kimdir sizlarga elektromobil sotayotgan bo'lsa, qog'ozida, kitobida yozilganidan 100 chopfor urasizlar. Qish keladigan bo'lsa 200 bemalol chopfor ursanglar bo'ladi. U уже sinovdan o'tgan narsa. Bir emas, ko'p mashinalarda уже sinaldi bu narsa. Shaxsan mana shu mashinada ham YouTube'da videoyimiz bor, o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Qo'qonga borib qaytib keldim 100% zaryadka bilan, 4 kishi bilan. 605 yuradigan Mars Chempion 495 kilometr ro'parosi zaryadkadan zaryadkagacha, ya'ni uyimda zaryadka qildik, 100% qilib uyga qaytib keldik. 6% bilan keldim uyga. 495 kilometr ko'rsatdi. Bu degani bu yerda ham ro'parosa 100 chopildi degani. Bu rekuperatsiya yo'q. U misol uchun yo'lda perival bor desanglar, perivalda chiqishga ko'proq zaryadka oladi, to'g'ri, lekin qaytishda ham rekuperatsiya bilan tushib kelasizlar. Ya'ni men qaytayotganimda 24, o'zi shu videoda ham ko'rasizlar, 24 zaryadka qolgan edi. Perivalni cho'qqisidan qaytib tushdim. Angren atrofiga borgunimcha уже 40-45 zaryadka bo'lgan edi. Ya'ni rekuperatsiyadan men qayta zaryadka olganman. Chiqishda zaryadka ko'proq ketadi, tushishda rekuperatsiyani hisobiga zaryadka qaytarib oladi o'ziga, ya'ni zaryadka oladi. Bilmaganlar uchun ma'lumot, elektromobillarni hozirgi yangi chiqayotgan hammasida deyarli rekuperatsiya bor. Bu degani sizlar gaz bosganinglarda zaryad ketadi. Tormozdan, gazdan oyog'inglarni olsanglar yoki tormoz bossanglar, generator hisobida akkumulyator, batareya akkumulyatorlar qayta zaryad oladi. Buni rekuperatsiya deydi. Qayta zaryadlash mana shunaqa funksiyasi bor. Shu orqali ham o'zini to'ldirish hisobiga ham mana shu zapas xodlar hammasi hisobga olingan bo'ladi. Ya'ni shu tekis yo'lda ispitaniya qilib, tekshiruv qilib, o'sha zaryadda yozib berishadi. Lekin o'sha boshqa faktorlar bo'yicha mashina avtosalondan chiqqandan keyin уже baloni boshqa bo'ladi, akkumulyator ketishi bor. O'shalarni hammasini hisobga olgan holda 100 bemalol 100-200 chopfor ursanglar bo'ladi. Bu ham bitta ma'lumot sifatida o'zingizga zametga qilib qo'ysanglar bo'ladi, elektromobil olayotgan bo'lsanglar.
Yana bitta elektromobilni juda ham o'ziga o'zi dushmanli tarafi, elektromobil misol uchun mana zaryadga qo'yganingizda mana shu mashinani, mana Chempionni to'ldirishga bir 80 ming 90 ming atrofida pul ketadi. Juda ham arzon, ya'ni 600 kilometr 500 kilometr siz 80 ming bilan 500 kilometr yurasiz. Bu narsa elektromobilning o'zini dushmani hisoblanadi. Sababi siz qayergadir borish uchun pul to'lashni, ya'ni oldingi mashinalarda bilasizlar, qayergadir borish uchun konkretno o'sha benzin quyishingiz kerak, rasxodingiz bo'ladi. Bu elektromobillarda unaqa narsani o'sha esinglardan chiqarasizlar. Ya'ni qayergadir borish uchun muammosi yo'q, elektromobil ketaverasizlar. Ya'ni boradigan joylar ko'p bo'lsa ham muammosi yo'q, bemalol yurib tashaverasizlar. Zeriksangiz qayergadir borib kelsanglar, misol uchun tog'ga chiqib kelishga, misol uchun hech qanaqa pregrada bo'lmaydi, ya'ni rasxod bo'lmaydi. Bu narsa mashinaning o'zini dushmani hisoblanadi. Ya'ni agregatlarni, reduktori moyini tez almashtirasiz, probegi tezroq ketadi, ballon tezroq yediriladi. Shunaqa taraflama mashinani minusi shu bo'ladi. Batareya ham yurgan sari, zaryadga olgan sari o'zini zaryad ushlab turish xususiyatini yo'qotishni boshlaydi. Elektromobillarda eng qimmat turadigan narsa bu akkumulyator hisoblanadi. Shu tarafi o'ziga o'zi dushman elektromobillarning. Shuning uchun agar elektromobil haydasanglar, iloji boricha kamroq haydashga harakat qilinglar. Endi tekin ekanda bosurmanglar demoqchiman. Endi hadeb minusini gapirmaymiz, endi plusini ham aytamiz. Bitta katta pluslardan bittasi, hozir Xitoy bilasizlar, jahon bozorida boshqa avtomobillarni sindirib tashlayapti. Bu sindirib tashlashning sababi arzon mashinalarga ham mana bu premium lyuksoviy mashinalarni navorotlarini tiqyapti. Ya'ni ko'jalarga ahamiyat berishyapti. O'sha premium digi dostupniy narsalarni hammasini tiqish harakatida, navorotlarini ham boricha, iloji boricha arzon bo'lsa ham navorotlarni tiqib yotishibdi. Bu уже hozirgi xaridorlarga, ya'ni bizga, sizlarga yangi mashinalarni olotganlarga juda ham katta plus bo'ladi. Mana shu mashinalarni ham misol uchun premium mashinaga hisoblanmaydi, o'rta klassdagi mashinalardan hisoblanadi, lekin premiumga tortib ketadigan ko'p jihatlari bor. Ya'ni oq ko'ja, misol uchun tarpetkan usti ko'ja, obshivkalarda mashinaning eshigini obshivkalarida ham даже ko'ja ishlatilgan. Kantlari ipda tikilgan ko'ja. Bu bilsanglar o'sha premium, ya'ni S-class, business class mashinalarda bo'ladigan narsa hisoblanadi. Undan tashqari ko'p funksiyalari bor. Misol uchun mana telefonga chalg'ib qolib oldingizda mashinani ko'rmay qolishingiz mumkin. Shunga qarshi ham o'zini avariyli tormozlari bor. Bizda ham misol uchun men o'zimda ham lishni ko'p bo'lgan, chalg'ib qolganimda tormoz berib yuborgan holatlari ko'p bo'ladi. Svetoforda ayniqsa, yaqin kelib borsam, sразу tormoz bosib yuboradi, o'zi avtomatik bosib yuboradi. Shunaqa sistemalari bor. Keyin kechqurun misol uchun farani yoqib yurganingizda, dalniy yo'llarga chiqqaningizda yoki qorong'i joylarda yurganingizda o'zi avtomatik dalniyni yoqadi. Dalniyni yoqadi va qarama-qarshingizdan mashina kelishi bilan dalniyni o'chirib qo'yadi. Uni o'zingiz yoqib dalniyni yo'lni yoritishingiz shart emas, o'zi yoqib beradi. Qorong'i joylarda o'zi yoqib strechnidan уже chiroq chiqishi bilan o'chirishni boshlaydi. Shunaqa funksiyalar. Endi bunaqa funksiyalarni hozir sanab o'tirsam, juda ham ko'p funksiyalari bor. Keyin mashinani yana bitta minus tarafini aytaman. Xitoy mashinalari imенно elektromobil emas, boshqa o'zi umuman Xitoy mashinalari narxini bozorda juda ham tez tashiydi. Ya'ni misol uchun mana shu mashinani misolida keltiradigan bo'lsak, yangi chiqqan payti 24 chiqqan edi, 23 oxiri, 24 boshida chiqqan edi. O'sha chiqqan paytda mashinaning narxi 35 ming edi. Hozir mana 1,5 yil vaqt o'tdi. Hozirgi bozordagi narxi 23 ming turibdi. Danni moment mana shunaqa mashina olaman desangiz 23 mingga olsangiz bo'ladi. Bu degani 1 yilda 12 ming tashlagan bo'ladi, 12 ming narx tashlagan bo'ladi. Shuning uchun buni ham bitta minusga tiqib yuboramiz.
Mashinamizning tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ko'rayotganlaringizdek stok holatda qolgan, faqatgina himoya qilish maqsadida broneplyonka qilingan, kapot, ikkita krilo, bamper, boshqa rasxod bo'lmagan, tonirovka qilingan va yaqinda balon almashtirildi. Elektromobillarni yana kimgadir plus, kimgadir minus tarafi DVS motorli mashinalarga nisbatan krutashi momentda ot kuchini joyida beradi, srazu beradi. Shu sababdan ham elektromobillar DVS motorli mashinalarga nisbatan razgonda tezroq. Lekin danliga chiqib olgandan keyin, tekis yo'lga chiqib olgandan keyin уже me'yoriy o'zini tezlanishi bor. O'sha tezligiga chiqib olgandan keyin to'xtaydi. DVS уже ot kuchini оборот ko'paygan sari ot kuchini kattaroq ot kuchini berishga harakat qilaveradi. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham bitta minus deb hisoblasanglar bo'ladi. Shaharlarda ko'p eshitilib qoladi. Svetoforlar turgan paytda pedalni ko'proq bosib yuborganda buksovat qilaveradi elektromobillar. Shuni hisobiga balonni tezroq yeyish ehtimoli ko'proq. Orqaga nisbatan oldini ko'p yeyaveradi. Endi oldi tortadigan mashinalarda bu. Bu endi kimgadir minus, kimgadir plus. Keyin yana bitta plus tarafi, elektromobillar deyarli kalotkani ishlatmaydi. Sababi boya aytganimizdek rekuperatsiya degan narsa bor. Rekuperatsiya ishlayotgan paytda samotormojeniya, ya'ni tormozdan, pedaldan, gazdan oyoqinglarni olsanglar, mashina generatsiya bo'lgan hisobiga, tok ishlagan hisobiga og'irlashadi mashina. Tormozni bosganinglarda ham даже o'sha generator o'zi tormoz berib turib, tormoz bermaydi, ya'ni regeneratsiyani kuchaytirib, akkumulyatorga zaryad beradi, o'shaning hisobiga mashina sekinlashadi. Kolodkalarda avariyniy holatlarda tez kelib to'xtaganda yoki samotormojeniyasi ishlab qolgan paytlarda siz ko'rmay qolasiz, svetoforlarda misol uchun telefonga qarab qolasiz yoki chalib qolasiz, o'sha paytda tormoz olgan paytda kolodkalar tormoz oladi. Hozir ham mana 5 minut bo'ldi to'xtaganimizga, mana disklarimiz muzdek. Kolodka yilmaydi. Buni ham plus deb hisoblasanglar bo'ladi. Endi obzorimizni, bugungi seriyamizni zaключительный fazasiga o'tadigan payt keldi. Menga как ekspert kimdir misol uchun savol bersa, 2026-yilda BYD chempion yoki BYD Song Plus olsammi yoki mamnaqa elektromobil olsammikin deb variant bersa, men misol uchun ayta olamanki 100% uveren chempion yoki Song Plus olsanglar bo'ladi. Faqat chempion yoki Song Plus emas, BYDni любой bitta markasini, misol uchun o'zini anaqasi bor-ku, pog'onasi bor-ku, o'sha pog'onasidagi BYDni markasidagi любой mashinani olsanglar bo'ladi. Misol uchun bizda E2 ham bor. Keyingi xudo xolis keyingi seriyalarimizda E2 ni ko'rsataman. U ham unga endi hali 1 yil bo'lmadi, yaqinda olingan mashina. U ham sinov anaqada ketyapti, lekin yaxshi o'tyapti. Xullas, 2026-yilda BYD olmoqchi bo'lganlarga bemalol olsanglar bo'ladi. Sinovdan o'tdi. Mana 35 ming kilometr o'zimizning mashina, o'zimiz haydab yurgan, hech qanaqa rasxodi ham chiqmadi. Misol uchun kamchiligi yo'q. Bitta endi o'sha boyiga sanab o'tgan kamchiliklar bu elektromobillarning deyarli hammasida bo'ladigan narsa. Misol uchun qishda pechkasi slabir qilishi mumkin yoki baribir DVS bera olgan stulini bera olmas balki. Bu endi hamma общий elektromobillarning kamchiligiga kiradi. Qolgan misol uchun elektromobillarning orasida qaysi birini olsammikin deganlarga maslahatim BYD ni любой bitta markasidan olsanglar bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar, keyingi seriyalarda xudo xohlasa ko'rishamiz.